Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2020 yili 7 dekabr dushanba. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunmoqchi. Aldi bilan Amerikaningki siyosiy vaziyat haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Garchi 11-oyning 7-kuni medialar Demokratlar partiyasining nomzodi Joe Bidenning 46-navbatlik Amerikaning prezidenti bo'lganligini jakalagan bo'lsa-mu, ammo navbatdagi prezident Donald J. Trump bunun hayal bo'lmaganligi uchun va hamda men Joe Bidenning prezident bo'lganligini tabriklayman degan gapni demaganligi uchun o'zining 1-oyning 21-kuni siyosiy sahnadan chekinganligini o'tirib qo'ymaganligi uchun bu %100 oxirlashmadi bu saylam. Ammo bo'layotgan, ya'ni parda aqsida bo'layotgan ba'zi ishlardan qaragan vaqtda, ya'ni chiqayotgan xabarlardan qaragan vaqtda Donald Trump hukumati Biden hukumatiga o'zininki hokimiyatini, hukumatini o'tkazib berishga tayyorlik qilayotgandek. Buningki bir necha vakillik ifodalari nima deganda Donald Trumpningki hukumatdagi ba'zi odamlar vazifadan ayrilishga tayyorlik ko'rayotgandek. Masalan, buning vakillik, ya'ni Donald J. Trumpningki sol qo'l vazirlik vazifasini ustiga olayotgan Michael Pompeo degan kishi Kansas degan o'zininki shtatiga qaytib ketishga taraddud qilayotgandek. Ba'zilar uni qaytib borgandan keyin Kansas shtatining shtat boshliqligiga saylamga tushdi desa, ba'zilar 2024-yil Amerikaningki saylamiga, prezidentlik saylamiga tushdi degan qiyoslarni o'tirib qo'yibdi. Oldin qitimdagi leksiyada degandekdak Bidenning 46-navbatlik prezident bo'lib vazifaga o'tirishi muqimlashib qolgandek turdi. Nurg'un xalqaro jamiyatlar yoki cho'ng davlatlar Bidenga allaqachon tabrik telegrammasini yo'llab bo'ldi. 80 milliondan ortiq odam bu kishiga ovoz tashladi. Garchi bu qadimgi saylamda aldamchilik voqeasi yuz berdi degan talash tortishlar bo'layotgan bo'lsa-mu, ammo Amerikaningki Wall ko'chasidagi cho'ng kapitalistlar, texnika sohasidagi kapitalistlar, cho'ng medialar, ularning hammasi Bidenni qo'llab, Trumpga qarshi birdek pozitsiya tutganligi uchun hozir umumyuzlik asosliq medialarda, axborot vositalarida xuddi Biden allaqachon prezident bo'lgandagidek shunday xabarlar, ko'z qarashlar o'tirib chiqyapti. Demak, buningdan nimani bilamiz degan vaqtda bu kishilarda so'zlash erkinligi bo'lishining bir obyektiv, adil bir media bo'lishining nihoyatda muhimligini bu tushuntirdi. Bu haqda har xil qarashlar, bu haqda to'xtalmayman. Endi ikkinchi masala vaksina. O'sha haftaning oxirida Amerikada Amerika hukumati 50 shtatga birinchi turkum vaksinani yo'llaydigandek. Ya'ni jiddiy turda yo'llab, oldi bilan buni har qaysi sayyoh sistemasining oldingi saptirda xizmat qilayotgan doktor, sestra qatorli kishilarga urg'adik. Pfizer degan Amerikaningki bu shirkati va Germaniyaningki BioNTech deydigan bu shirkati, ya'ni bularningki qurg'uvchisi turk uchtadan qon sistemasidan bo'lgan Royal Cango. Bularningki unum ko'rsatish nisbati 95% bo'lgan, ammo 65 yoshdan yuqori odamlarga ko'rsatgan ta'siri 94% atrofida bo'lgan. Ya'ni 4%, 5% odamga ta'sir qilmagan. Agar shu odamlar urgan bo'lsa, uning aks ta'sir bo'lishi mumkin. Endi shunday sharoitda kishilar agar uni majburiy, shu vaksinani majburiy ursan demasa, balki ba'zi doktorlar, sestralar urmas mumkin. Chunki bu nihoyat tez vaqtning ichida ishlab chiqarilib, sinov qilinib, qanchalik odamdan sinov qilindi, qanchalik kliniklik tajribadan o'tkazildi. Buningga bu sample size deb qo'yamiz. Avrishkiningki soni qanchalik, men bu vaqtdagi tadqiqotlarni o'qib boqmadim. Agar bu xil vaksinaning tadqiqoti jarayonida statistiklik muayyan ahamiyatga ega bo'lmagan bo'lsa, DORA Food and Drug Administration deydi. Dori va yemekliklarni boshqarish byurosi buningga nisbatan bir tasdiqlash, ma'qullash pozitsiyasini qo'llanmagan bo'ladi. Demak, buningki xatarlik bo'lishidan, bexatar bo'lishiningki ehtimolligini aytdi cho'ng. Endi vaksinani olgandan keyin uning aks ta'siri 5 yildan keyin ko'rinadi, 10 yildan keyin ko'rinadi.
hozirning o'zida, shu vaqtning o'zida tishingning bordi go'sht yadagi deganga o'xshash deb bilgan pulni xajlatib ats qarab o'tganligidek vaksinani hozir urish orqali shu koronavirusningki yamrab ketishining oldini olamiz deydigan shunday qarash bo'lsa, endi bu vaksinani har yil uramdi, bir yilda qancha qitim urdi, ba'zilar 2 qitim urdi deydigan gapni avotdi. Bu odamlarga qanday keyin salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatdi, uni kuzatamiz. Ammo shu vaqtning o'zida vaksinaninki tarqatilishidan tortib 50 shtatga bularning umumyuzlik aholini amnishiga bo'lgan vaqtga bir 2 yildan 1 yilgacha vaqt ketgidek. Ommaviy sayyada saqliqni saqlashda herd immunity deydigan bir hukm bor, ya'ni bir to'pningki immun kasalga qarshi iqtidori edi. Ya'ni bir to'pda 100 odam bo'lsa, 100 odamning ichida 80 odam o'zini emlatgan bo'lsa, shu vaksina bilan 20 odam emlatgan bo'lsa-mu, yana bir to'pda 50-100 odam bor, uningda 50 odam emlatib, 50 odam emlatmagan bo'lsa, bu ko'p odam emlatgan to'pdiki, ya'ni 80 odam emlatgan to'pdiki, emlatmagan 20 odamningki virus bilan yuqumlashning ehtimoli tuvan bo'ladi. Ya'ni nurg'un odamlar o'zini shu vaksina bilan emlatsa, emlatmagan odamlarga nisbatan kasal bo'lishning ehtimoli tuvan bo'ladi. Bu vaksina umumyuzlik bir urilib ketsa, odamlarga buningki har qaysi jihatdan, psixik jihatdan, iqtisodiy jihatdan, nurg'un jihatdan, ijtimoiy jihatdan ko'rsatgan ijobiy ta'siri bo'ladi. Bu Amerikaniki siyosiy jihatdagi bir to'xtalib o'tadigan qarashlar. Andan keyin iqtisod to'g'risida, endi bu iqtisodning qanday bo'lishi o'tgan qatimlik ziyada deganimdek, shu vabo tugamay, iqtisod gullanmas deganga o'xshash, shu vaboninki tahdidi tugamay turib, bu iqtisodninki gullanishidan yig'izlashish yanada tasdik. Endi o'zimizga aloqador xabarlarga kelsak, bir necha soatning oldida Reuters agentligimi, Associated Press yoki Birlashma agentlik xabardimi, bunda bir xabarni ko'rdim. Ya'ni Amerika hukumatı Xitoyninki Xalq qurultoyi doimiy komitetidagi 10 necha kishiga jazo yurgizishni o'ylashayotgan o'xshaydi. Bugunning ichida uni e'lon qilgan o'xshaydi. Qaraganda Xitoyning Xalq qurultoyi doimiy komiteti hisobda qonun tuzish organi bo'lgani bilan onun qanchalik ba'zilar uni nimaga o'xshatdi? Razinkiga. Kuchi yo'q, so'zilgan qonun degan qonun. Unga har qanday odam qonun deb tuzilgandan keyin unga hammadan rioya qilish kerak. Shunday qilib, lekin bu Xitoyninki tuzilgan qonunlari o qog'ozi oq, siyosiy qora, ammo uni kishilar huquq tutganlar, mustabidlar qolgancha dafsanda qila oladi. Shundaqdimi simvollik ma'noda aytgan vaqtda u bir davlat hamda o'zining o'zgarishli qonunlarida hamda shu qonunlarini o'zining xohishiga yatqizib, bog'lab o'zgartiradi. Masalan, shu yaqinda bo'lar, shu Hong Kongdagi o'qituvchi partiyadan bo'lgan qonun tuzish komitetidagi kishilarni Xitoyda turib, Beijingda turib, ularning vakillik salohiyatini tashlabdi. Mana shunga qarata Amerika hukumati shu mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetidagi atalmish 14 kishiga jazo yurgizishni o'ylash o'tibdi. Bu 14 kishining ichida albatta bizning zaminimizda To'g'an Jangchunshan, Uyg'urdan bo'lgan Erkin Imirbaqi deydigan o'sha kishilarmi bor. Bularmi o'sha jazoninki doirasida bo'lishi mumkin. Bular jazo uchrasa qanday bo'ldi deganda, bularning barliq Amerikadagi mol-mulki to'ntishdan sirt ularninki mushadagi bevosita o'zining qiynidan bo'lgan urug' tuqqanlarininki bu yerda yashashi to'saliq tahlikaga uchraydi. Qaytarib o'tilishi mumkin agar bo'lsa. Shundaqla ularninki Amerikaninki pul muomala sohasiga munosabatli har qanday faoliyatlar ashlarga aloqador ular to'g'ritildi degan gap. Oxirida men so'zimni Turkiyada qurilgan eshilgan Sarxilla ma'rifida, Sarxilla maktabiga tanlangan 10 necha o'g'il qizimizni muboraklash bilan oxirlashtiraman. Turkiyadagi bir qism millatparvar, xalqparvar, fidokor ziyolilarimiz bir yerga kelib, bir qism yuzdak o'quvchilarimizdan, o'g'il qizlarimizdan imtihon elib, o'lchamli shaklda imtihon elib, bularni
nuqtliq dunyoviy oliy maktablarda o'qish uchun tarbiyalaydigan bir kurslarni, maktablarni ichish tayyorligini aytib berdi. Mening xabarimda bor, bular 10 necha adam o'tdi buningdan. İntayin raqobatlik tanlash, adil baholash orqali bular tanlandi. Men mushu sahifada, ya'ni mushu kanalimda shu o'g'il qizlarimizga bo'lgan o'zimning tabriki, muborakini yo'llayman va bularning ota-onasiga ham tashakkur, minnatdorligimni bildirdim. Mana mushu ish mana mushu ish o'zimizning avlodlarga o'zimiz ko'yinish, har jihatdan ko'yinish, ro'yi jihatdan ilhom berish, moddiy jihatdan mush sarxillar buni qo'llash buni aytib muhim. Chunki ma'rif intayin muhim. Benjamin Franklinning Amerikaning siyosiyoni, kashfiyotchisi, diplomati, yozuvchisi Benjamin Franklinning shunday bir gapi bor. Ma'rifatlik millatni hech kim mangu qul qilolmaydi, mangu bo'ysundirolmaydi, agdiramaydi deydigan. Bizning yosh o'g'il qizlarimiz hozirgi zamonning fan texnikasini o'rgangan vaqtda, o'zini kuchlantirgan vaqtda bulardan har xil sarxil odamlar chiqadi. Bir daraxtni qo'ysaqmi, daraxtni qo'yib uning meva berishiga necha yil vaqt ketgandek, bir odamni, bir avlodni tarbiyalashga, nurg'un parvish qilishga, nurg'un fidokorlikni ko'rsatishga to'g'ri keladi. Mana shu munosabat bilan men yana shu sarxillar ma'rifini barliq keltirgan qarindoshlarimizga bo'lgan tashakkur va rahmatimni bildiraman. Bu biz Uyg'urlar har xil sabablar bilan nomratlashib qoldik, yaklinib qoldik. Ammo o'zimizni kuchaytiramiz desak, ya'ni o'zimizga tayinib, o'zimizning aqli idraki, shaxsiyatsizligi, samimligi, mehribonligiga tayinib bir ishlarni qilsak, ishlarimiz yaxshi bo'ladi. Bizning ishlarimizning yaxshi bo'lishiga vaqt ketadi. Ammo buning ko'ydi bo'lmasak, ishlar betarlashib ketadi. Sarxillar ma'rifi mana bu ishlarimizni yaxshilashning bir sho'la nur tushadi bu ishlarga. Ya'ni bizning ma'rifamizni o'zimizning ona tilimizda o'qitadigan, o'zimizning o'zlik tuyg'usi kuchli o'g'il qizlarimizni zamonaviy dunyoviy oliy maktablarda o'qitadigan mush qadamni yaxshi boshlab berdi. Men bularning ishlarining muvaffaqiyat qozonishiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Shuning bilan birlikda bu yerda ijtimoiy kapital deydigan uqumni bir so'zlab o'tay. Ya'ni bizning jamiyatimizda ijtimoiy kapital burun xeyli bo'ldigan. Ya'ni ijtimoiy kapital deganimizda kishilar bilan kishilar o'rtasida bo'ladigan munosabat. Bu xil munosabat bir xil ishonch, mehribonlik, odillik, mardlik, ko'yinish, rostchilik asosida bo'ladigan shunday bir munosabat. Ya'ni buni biz ijtimoiy kapital deymiz. Bu har xil sabablar tufaylidan qamlashmagan madaniyatlarning ta'siridan kishilarning texnologiyaningki kishilarga ta'sir qilishidan ba'zilarga ijobiy ta'sir qilsa, ba'zilarga salbiy ta'sir qilish tufaylidan bu ijtimoiy kapital bir qism odamlarni fursatparast, yoki yuzsiz, yoki nomard, yoki aldamchi, yoki qo'ymachi bir xil sharafsiz holga tushirib qo'ygan. Ammo biz kechgacha odamlardan ishlardan qaqshab o'tmay, balki ishlarni yaxshi qilishning ustida, mushu ustida o'ylashimiz, tadbir belgilashimiz va mushu tadbir bilan ishlarni yaxshi ilib berib, o'zimizning yuksalishi, o'zimizning maydamizda tik tutib, insoniy g'ururimiz bilan yashashi, Uyg'ur bo'lib, Uyg'urlik, insonlik sifatimiz bilan yashashimiz uchun mana shunday o'zimizning tuanlab ketayotgan ijtimoiy kapitallarimizni, ya'ni buni biz qila olamiz. Bir-birimizga o'zaro yordam bersak, bir-birimizning ishlarining yaxshi bo'lishiga dastak bo'lishsak, buni intayin yaxshi ish. Bu to'g'risida, shu ijtimoiy kapital to'g'risida keyin yana so'zlashim mumkin. Mana shu sarxillar ma'rifi bizning ijtimoiy kapitalimizningki bir maydonga qaytadan yig'ilayotganligining bir isboti. Undan sirt yana bu bugungi dunyoda yashashda biz bir necha xil tillarni bilishimiz kerak. Albatta o'zimizning ona tilimizni bilishimiz shart. Shuning bilan birlikda o'zimiz yashayotgan davlatlarning tilini bilishimizning zaruriyati bor. Shundaqla yana muayyan ma'rif tarbiyasi ko'rgan kishilarda kompyuter tili biladigan bir kompyuterni tushunadigan, ishiltalaydigan, mulozimat, mashg'ulot ilib bora oladigan bir qobiliyatlar bo'lishi kerak. Ammo undan sirt yana pul muomala bilimlari, ya'ni pul muomala, kapital tushanchalari bu to'g'risida buni yaxshi bilishimiz kerak. Bu bilim. Chunki bizga boylik bizga har doim, har zamon asqatadi. Agar biz uning yo'lini qilmasak, ya'ni biz pul topmasak, jug'lamasak, mablag' sanmasak, o'zimizning boyligini qo'g'dashni bilmasak, moddiy jihatdan xarizorlikka cho'kib qolamiz. Moddiy jihatdan xarizorlikka cho'kib qolgandan keyin bizning ma'naviyatimizda bir xil
bichorlik, tushkunlik, umidsizlik shakllanib qolgan ekan. Shunga shu pul muomala sohasida nurg'un bilimlarni biz bilishimiz kerak. Kishilar nimishqa bayoladi, qandoq taraqqiladi. Hindistonliklar, Xitoylar, Amerika, Kanadadan qandoq beyib ketadi bo'ldi, nimishqa beyib ketadi. Ochqanlik uchunmi yoki 7-11, 7-11 degan chatli do'konlarni ochqanlik uchunmi? Deganga o'xshash shundaq savollarni o'ylab, o'zimizga qo'yib, do'stlarimizga qo'yib, mutolaa qilib, aningdan keyin shu asosda muayyan darajada muvaffaqiyat qozongan kishilarning muvaffaqiyat modellarini bizmi ko'chirib baqsaq desam bo'lmaydi, qo'llanib baqsaq bo'ladi. Men bu vaqtda suratsiz, ya'ni men bo'lmayman uningda. Bu to'g'risida men o'zimning kanalida pul muomala to'g'risida davomli leksiyalarni davomlashtiraman. Xayr, undaq bo'lsa, hammalarga xotirjamlik, xushallik, umid tilayman.